Bugun oliy chiqadigan kunimiz. Oliy chiqsa nima qilasan menga do'stim? Oliyni olib uyimga bozorlik qilib qo'ysa hamma zo'r bo'ladi. Sen oliyni olsang nima qilasan? Oliyni olsam, onaxonni eng yoqtirgan mazali ovqatini olib boraman. Nimaga hali ham yuklar kelmagan? Nimaga topshirilmagan skladga ular? Pullarni bankka hali olib borib topshirishmayapsan. Bunaqada meni kasod qilishasan u. Qachon dam olamiz endi? Jonga tegdi boru. Va senga gapiryapman. Aka, ona odamlarni qarang. O'zi oddiy ishishadi, lekin 100% xotirjam. Bizchi ulardan kerak bo'lsa 100 barobar pul topamiz. Lekin halovatimiz yo'q. Ko'p gapirmagin. Mashinasi chiroyli ekan. Biz qachon minamiz bunaqa mashinalar? Ha, iya. Qoidani unutdingmi do'stim?